Do'stlar, assalomu alaykum. Hammalaringizga bugungi ishimiz mana bu yerda bizda bir kardan kelgan. Kardanimizda hozir ikkita kardandan bitta kardan qilib beramiz. Bu havoni kardan ekan. Olib kelishgan bizga. Ikkita kardandan bitta qildik. Kesib olib kelgan ekanlar o'zlari. Hozir mana shuni kesib sentrofkalarini nima qilib oldik, ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Nulotga qo'yib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Endi mana shu joyini nasib bo'lsa svarkalab chiqamiz. Chotchi qilib birinchi 3lik sak bilan, keyin 4lik sak bilan qalin qilib o'tib, shopchalik qilib svarka qilamiz, mashina qilib. Nima deyapti bunga biroq xona berib baho berib o'tinglarchi?